Bugungi rejalarim bo'yicha obedgacha hamma ishlarimni tugatib, keyin bolajonlar bilan qorli sovuq havoda mazza qilib uxlashiydi. Lekin qaynatamlar ishdan qaytayotganlarida 5 litr sut olib kelib, uyga kelishlar bilan ikkita xo'rozni so'yib yubormagunlarigacha. Instagramda o'zingizni ko'rsatib, bruschatkalaringizni sipirgandan ko'ra siz sog'lig'ingizni o'ylab uyda o'tirsangiz bo'lmaydimi deb juda ham ko'pchilik storiesimdan keyin negativ yozdi. Bor gapni aytib o'taman, bruschatkani adajon qordan sipirib turinglar, ko'chib ketishi mumkin deganlar uchun sipirib turaman. Hammaga choy berib ishga kuzatgandan keyin oshxonalarimni yig'ishtirishni boshladim. Gazlarimni, tova, qozonlarimni hammasini bir sidra yuvib oldim. Qozonlarim o'zi rangi qora, ja oqarmabdi-ku deb yozmanglar. Obedga hech kim uyga kelmasligi uchun kechqurungi ovqatda bir to'la solib qo'ya qoling deb makaron jorkopni qovurib soldim. Keyin bo'lsa tushgan 4 ta idish yuvib, rakovinalarni tozalab qo'ydim. Bu orada nimadir pishirgim kelib, uydagi bor masalliqlardan rogalikka xamirini qorib 2 soat xolodilnikka tindirib qo'yib, endi uxlayman deb tursam, qaynatamlar ishdan kelib qoldilar. Qo'llarida 5 litr sut va to'g'ri molxonaga kirib ketib, ikkita xo'roz urishib ketibdi deb so'yib yubordilar. Eng alam qilarlisi, man qizli uyimga ketganimda o'sinimga bunaqa ishlar tushmaydi, lekin o'sinim uyiga ketganda menga shunaqa ishlar to'satdan kelib qoladi. Qaynatamlar bilan xo'rozlarni 5 minutda tinchitib tashladik. Ozgina uyalganligim uchun tozalayotganda video ola olmadim. Keyin bo'lsa hammaga obed berib, oshxonamda chala ishlarni qilib olib, xamirim tinganligi uchun rogaliklarni ham 4 ta list qilib, bir pasda pishirib tayyorlab oldim. Albatta 5 litr sutni ko'rgandan keyin birinchi bo'lib xayolga bilinchik pishirish keldi. O'shaning uchun 2 litr sutdan bir tali qilib bilinchiklarni pishirib qo'ydim. Boshida ko'ngilsiz voqealar bo'ldi.